Bugun sizlar uchun hali hech qaysi pazanda bloger tavsiya etmagan ajoyib shokoladli pechonyelarni tavsiya etaman. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Idishga 2 dona tuxum, 1 chimdim tuz va 100 gram shakar va vanilin pudrasi va yana razrah litr solamiz. Ortidan esa eritilgan 80 gram masilga margarinlardan solamiz va 2 osh qoshiqda smetana solamiz. Pechonyelarimiz juda ham oson, kam xarj, ammo lekin mehmonbob juda ham mazasi zo'r bo'lib chiqadi. Massamizni yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunday suyuq holatga kelganda oppoqqina unni solamiz. Unimiz albatta oliy nav bo'lishi kerak. 400 gram elakdan o'tkazilgan un va 2 osh qoshiqda oddiy kakao kukuni. Hamma mahsulotlarimizni jamlab, chiroyli qilib xamir tayyorlab olamiz. Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanali bilan birgasiz. Kanalimizni tark etmaysiz degan umiddaman. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mana shunaqa pisochniy xamir bo'lib chiqadi. Endi tayyor qilingan kakaoli xamirimizni 10 daqiqaga dam oldirishga qoldiramiz. Albatta xona haroratida. Xamirdagi masalliqlar bir-biri bilan kirishib olgandan so'ng xamirni xuddi shunaqa qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Va bo'laklarga taqsimlangan xamirimizdan xuddi shunday qilib sharikchalar yasab olamiz. Ushbu retsept uchun juda ham ko'p mablag' talab qilinmaydi. Eng oson va eng oddiy retseptlardan, lekin mazasiga umuman gap yo'q bo'ladi. Mehmonlar uchun tayyorlasangiz ham dasturxoningizni ko'rk hisoblanadi. Sharikchalarni yasab oldik. Endi xuddi shu uslubda pishirib olamiz. Duxovka pechlarimizni esa 5 daqiqa avvaldan yoqib qo'yamiz. 180 gradusga qo'yib, past va tepa qismini. Listga qo'yilgan to'pchalarimizni esa 180 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. Biz esa ustiga glazur tayyorlab olamiz. Xuddi shunaqa mini shokoladlardan foydalandim. Juda ham arzon. 5000 so'mga xuddi shu shokoladlarni sotib oldim. Mana 1 piyola chiqadi taxminan. Pishiriq mahsulotlari sotiladigan do'konlardan so'raysiz. Mini shokoladlarimizni eritib olamiz. Xuddi shunaqa salafon paketga solib, mahkam qilib bo'g'zini bog'lab qo'yamiz. Keyin esa ustidan qaynoqqina suvni quyib qo'yamiz. Va ushbu qaynoqqina suvda 10 daqiqa qoldiramiz. Qarabsizki, mana shunday holatga kelib qoladi. Shokoladlarni eritish uchun hech qanday mikrovolnovkalarning keragi yo'q. Kakaoli pechonyelarimizdan xabar olamiz. Oradan 20-25 minut vaqt o'tdi. Juda ham zo'r bo'lib pishib chiqdi. Mana ko'rib turibsiz, do'mboqqina bo'lib. Ushbu pechonyelarimizni endi xonada qoldirib, anchagina sovutib olamiz. Ustidan esa tayyorlab olgan glazurimizni quyib chiqamiz. Shokoladni xohlasangiz birdaniga hammasini ko'p-ko'p qilib quyib yuborishingiz mumkin. Men anchagina ekonom qilib mana shunday chiziqchalar paydo qildim. Bu usulda ham juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Shokoladlari darrov qotib qoladi. Osongina shokoladli pechonyelarimiz tayyor bo'ldi. Buni kattalar ham, bolalar ham mazza qilib iste'mol qiladi. Sizlarga yoqimli ishtaha tilagan holatda ushbu roligimni nihoyasiga yetkazaman va bizlarni kuzatib turganingiz uchun barchangizdan mehribon Allohim rozi bo'lsin. Yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Tugmani bosganlarning qo'llari albatta Ka'batullohni ushlasin. Barchaga rahmat. Ko'rishguncha.